ruhiy sog'lig'ini saqlash bunga raqamli detoks bolalarning sog'lig'ini yaxshilashga yordam beradi. Ortiqcha ekran vaqtini salbiy ta'sirini kamaytiradi. Diqqatni jamlash tafakkuri sifatini oshirishda texnologiyalardan me'yorda foydalanish orqali bolalarda diqqatni jamlash qobiliyati va tafakkuri rivojlanadi. İçtimai ko'nikmalarni rivojlantirishda raqamli detoks orqali bolalar oila va jamiyatni samarali muloqot qilish va ijtimoiy ko'nikmalarni mustahkamlash imkoniyatiga ega. Chunki Do'stlik tumanida o'zgacha metodik ruh bor. Nilufar opa O'lmasovaning ko'pchilik taniydi. O'sha Nilufar opa boshchiligidagi metodik mahorat nimadik ruhi bor-da bu tumanda. Sog'lom muhitni rivojlantirishda 128-sonli qarorimiz asosida pedagog mahorat oynasi har bir tashkilotda tashkil etildi. O'sha tashkilotdagi qaysi tarbiyachining qaysi biringizni faoliyatingizni yoritib qo'yilgan. Metodik mahorat oynasi tashkil qilindi. Koridorda kirishda o'sha hozirdan borish taklif qildim direktor o'rinbosaringizga. Keyin biz ham metodik mahorat oynasini tashkil qilaylik. Mahoratli tarbiyachi oynasini tashkil qilaylik. Ko'p narsa rahbarga bog'liq, ko'p narsa direktor o'rinbosariga bog'liq. Hozir aytyapman, Otabekka aytdim, psixologik holati bilan ishlaysizlar va tarbiyachilarni aytyapmanda, chunki eng mashaqqatli kasb sizning kasbingiz. Buni hammamiz bilamiz. Masalan, gohida o'zimiz ikkita farzandimiz asabimizga tegib, maqsa chidolmaymiz, lekin siz 30 ta yo'qmana shaharda 40 talab bolaga qarab o'tirgan tarbiyachilarimiz bor. Umuman oson. Gündür yanıp gülseniz, ben de armağan ededim. Siz bir gülüp gelseniz, ben de armağan ededim. Siz bir gülüp gelseniz, gülüp durun görüşkende, gözle düşkende, gülüp durun görüşkende, gözle düşkende, her şeyi oturmadan yere sağlıktır görüşkende, her şeyi oturmadan yere sağlıktır görüşkende. Aslan aslan yürüyüp gelin, açılışıp yürüyüp gelin. Aksızda da yandı yürek, sağlığından bilip gelin. O'zgarishlar men o'ylaymanki bugungi yuqorida aytilayotgan muammolarimizga yechim va bartaraf bo'ladigan umidamiz. Bugun kelgan mehmonlarimizga ham maqtaymiz uchun kelganlar sizlarga ham tashakkur. Men o'ylaymanki hamkorligimizni yana kuchaytiramiz. Ustozlarimizga albatta biz o'sha pedagog mahoratga yetgan tarbiyachilarimizga ham bu usulda mahorat soati mahorat kunlaridan tashqari o'zimiz o'sha dars jarayonlarimizni agar taklif qiladigan bo'lsak yana bir samarali deb o'ylaymiz. Barchalaringizga ishtirokchilaringiz uchun rahmat. O'zlaringizni asraysizlar, yaxshi kunlarga ko'rishinglar.